inshaalloh. Eng arzoni 1,5 million so'mdan boshlanadi. Plastik ham ishlayveradi. Past ishlaydi. 150 dan 240 gacha ishlayveradi akalar. Akalar Universal don mahsuloti, o't mahsuloti chiqaraveradi. Tiqilib qolish holatlari bo'lmaydi. Garantiyasi beriladi. Motorlariga 6 oy, drabilkaga 1 yil garantiya beriladi akalar. Bunaqasi hammada ham bo'lmaydi. Akalar, xullas mana yurishadi. Ayol kishi ham bemalol ko'tarmasdan u yoqqa bu yoqqa bemalol ketaveradi. Qayerimiz ketaveradi? Ketaveradi. Gap yo'q. Akalar, ustakalarning mehnat buning ichida mehnat yotibdi akalar, to'g'rimi? To'g'ri. Lakni bosib turinglar, bir dona ezib qo'ying bo'ldi. Lak bepul bosib turamiz. Bittadan olib borib, ishlatib, ko'rsatib, garantiya beriladi, keyin pulni olinadi. Oldindan to'lov yo'q bizda. Akalar, shunaqa varianti bor. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar, chorvadorlar. Endi mol boqishdan maqsad foyda qilish, to'g'rimi? Ko'p foyda qilish uchun albatta sizga lider universal drabilka kerak. Rasxoti akalar kamayadi molda, ko'proq foyda qilasiz. Eng qizig'i akalar, bir bitta molxonaga bitta drabilka kerak. Oldindan aytib o'tyapmizki, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bor, uyingizga borgandan keyin ishlatib ko'rib, keyin pulni berasiz. Shunaqa variantiga yetib kelganmiz akalar. Lider universal drabilka. Xudo xolos chiroyli qilib ishlatib, ma'lumotlarni beramiz. Sizlar xolis bizning mehnatimiz uchun lahti bosib qo'yasizlar. Ustakalarimiz ham juda ham chiroyli qilib, rangni ham hamma joyini zo'r qilib yasashibdi. Uskunalarda ham akalar lazada kesilgan. Xudo xolasa akalar egasidan ma'lumotlarni olamiz. Biz Farg'ona viloyati Yazavon tumani Xonobod qishlog'idamiz. Birinchi qo'l optimcha universal drabilka, lider drabilkani sexidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, tuzimisiz? Assalomu alaykum. Obunachilar yaxshimisizlar? Yaxshi yo'llar, tuzumisizlar? Rahmat aka. Xudo xolasa obunachilarimizga bugun aksiya narxlarida drabilkani ko'rsatamiz. Inshaalloh. Eng arzoni 1,5 million so'mdan boshlanadi. Eng arzoni faqat quruq o't chiqaradi. 1,5 so'mdan boshlanadi. Videolarimizni qo'yganmiz u drabilkani ham. Lekin hozir eng haydov ketayotgan drabilka 3 million drabilkamizni skidka narxlarida 2,5 million so'm qo'yib yubordik. 2,5 so'm drabilkamizni 2 million 100 ming so'm qo'yib yubordik akalar. Plastik ham ishlayveradi. Past ishlaydi. 150 dan 240 gacha ishlayveradi akalar. Akalar universal don mahsuloti, o't mahsuloti chiqaraveradi. Tiqilib qolish holatlari bo'lmaydi. Garantiyasi beriladi. Motorlariga 6 oy, drabilkaga 1 yil garantiya beriladi akalar. Bunaqasi hammada ham bo'lmaydi. Akalar, video shoshilmasdan ko'rasizlar, ishlatib, chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Xo'p, nimalari bor chiqaradigan hozir bu yerda? Hozir mana bu yerda xo'l mana ko'rni biroz mana. G'o'zafaya bor mana. G'o'zafaya, qasdiq. G'o'zafaya. Mana somon. Poxol topadi, poxol ham chiqaradi. Poxol ham chiqaradi. Videolarimiz bor. Lider drabilka salang, o'zimiz kanal chiqadi. Shola poxol, yantoq hamma chiqaradi. Hozir biz bug'doy chiqarib beramiz. Bug'doy chiqaramiz. Keyin makkani olib kel. Ana Sotali makka aka. Ana shu makkalar chiqarib beradi. Akalar oldin ishlatib ham ko'rgan. Shuning uchun men e'tibor bermaysizlar, yana ishlatib ko'rsatamiz. Mana holatlari. Akalar qo'lni misol uchun shilmaydi. Yaxshi, ixcham. Oyoqda balonlari bor. Yana boshdan aytib o'tyapmiz. Buni bir deganda setkasini alishtirasiz, birdan chiqarasiz. Mana akalar setkaga. Tortasi chiqadi. Ilgizasi kiradi akalar. Xullas, mana yurishadi. Ayol kishi ham bemalol ko'tarmasdan u yoqqa bu yoqqa bemalol ketaveradi. Qayerimiz ketaveradi? Ketaveradi. Gap yo'q. Akalar, ustakalarning mehnat buning ichida mehnat yotibdi akalar, to'g'rimi? To'g'ri. Lakni bosib turinglar, bir dona ezib qo'ying bo'ldi. Lak bepul bosib turamiz. Bitta obzor qilib bersak. Ketdik. Drabilkamiz 4 xil setkasi bo'ladi. Bu bug'doyga, sotali makkaga, quruq o'tni mol bob, qo'y boqib beradi. Eng asosiylari setkalar yondan tushadi. Mana akalar, bir deganda tushyapti. Bittada tushadi. Orting mana buni gaga voltda ol, bo'shat, yo 11 oqtar yo'q. Bittada tushadi. Mana akalar. Bittada tushadi.
Eng asosiysi aksiya narxlarda. Aha. Katta yupska universal drabilkamiz. Hampalari 53 ga 53. 45 kilo makka bug'doy sug'uradi. Zakronga ko'rsatib qo'yasiz. Ochiladi mana. To'g'ri Ligilovcha qiladi shuni. Ha, yozib bug'doy sug'urib ochiqqa ko'rsatamiz. Tushunarli. Xo'p. Buni uyga borgandan keyin ko'rsatib berasiz yana. Ko'rsatib, tushunmagan odam birinchilardan tushunishi mumkin-ku odam. olib borib ishlatib ko'rsatib garantiya beriladi, keyin pulni olinadi. Oldindan to'lov yo'q bizda. Akalar, shunaqa varianti bor. Xo'p, aka ishlatib ko'raylik bo'lsa. Bo'ldi. Bir ko'ramiz hozir akalar. Hozir bug'doy chiqaramiz, so'tali makka chiqaramiz. Ko'p kuttirmaymiz Ko'p obunachilar. kuttiramiz. To'g'risi. Birinchi Hammani g'o'zapayadan boshlaymiz. ketdi bo'lmasa. G'o'zapa ham chiqmagan ancha ketadi to'g'risi. G'o'zapaya. To'liq akalar, to'liq. Tamam, akalar tamam. Pohol bo'lganda pohol ham chiqardi, lekin pohol akamizda gap qoldi. Pohol ham chiqaveradi. Ketdi. Yeşil. Kötali makke. Endi buğdayga navbat. Endi buğdayga navbat akalar. Mayda videosini qilasizmi? Aylan faqat videosi qaranglar. Mana holat. Mana. Tepay qilib chiqaveryapti. Akalar, avtomati bor. O'zini himoya qiladigan madina. Yo'l sensori bor, ko'k ko'rsatadi. Bitta o'zini o'zi himoya qiladi, zashtisi bor. Motor zashtisi bor. Avtomatdan qo'yib beramiz. Birinchi zashtni tashlaydi mana. Keyin avtomat tashlaydi. Akalar, mashina ham ichida. To'ppa. Endi mana chiqqan narsalarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana bug'doy. Bug'doyda mana boshi, mana u tugash akalar mana. Tepay holatda. Qanaqa holat edi, qanaqa holatga olib keldi akalar. Realni ko'zinglarda chiqdi shu. Endi mana akalar mana yormasi mana. Yorma. So'tali akalar, bu yorma qilib beradi. Endi mana bitta mana bu yerda o'sha g'o'zapaya ham chiqdi, ho'l ham chiqdi, quruq ham chiqdi, aralash mana. Bitta aralash qilib mana bemalol bojib berib bo'ladi. Mana akalar. Tushunarli. Akalar, baribir silyosga alashtirib berasiz somonda. To'ppa to'g'ri. Mol yog'siz semiradi. Keyin somon arzon bo'lyapti sezon payti. Olib qo'ysangiz, silyos qimmat paytda arzonroq boqadi yana. To'ppa to'g'ri. Xullas, drabelkan turgan bitgani sizlarga foyda.
Xo'p, aka, ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berdik. Yana qolgan ma'lumotlarni siz yana qanaqa ma'lumotlar qoldi? Qolgan ma'lumotlarni o'sha hammasini berdik menimcha. O'sha eng hadovoy ketayotgan drabelkamiz 3 kilovatli, 4 kilovatli motorlar ketyapti. Alyuminiat modga ketyapti. Eng hadovoy ketayotgan drabelkalarimiz alyuminiat modga. Hozir hamma yoqda уже tok pasayyapti, уже sovuq tushdi. To'g'ri. Xohlaymiz xohlamiz tok pasayyapti. To'g'ri, mis ham yaxshi. O'zi mis olsa bizga foyda. Mis qimmat bo'ladi. Misni tan narxi qimmat. Misol Xitoydan biz ham o'sha 300 ming qimmat olamiz. $25 farq qiladi motorda o'zida. Misol 2 million 100 ming so'mlik 3 kilovatli bo'lsa, o'shanga 300 ming so'm qo'shilib qoladi. Yo'q, menga 3 kilovatli mis qilib bersa. Endi yo'q, menga 4 kilovatli baquvvat motor qilib bersa, bu 2 million 500 ming so'm tan narxi, joyimizda chiqayotgan narxlari. Bunga 300 ming so'm qo'shilib qoladi, 2 million 800 ming so'm bo'ladi. Tushunarli. Xo'p. Narxlarni yana bitta bir boshdan ayting. Bir boshdan hozir eng ko'p sotilayotgan drabelkamiz mana 3 kilovatli drabelkamiz 2 million 100 ming so'm. 2 million 100 ming so'm. Joyimizdan kelib olib ketsa, bu ham universal bo'lsa chiqaraveradi. Universal, dom maqsad, o't maqsad chiqaraveradi. Endi 4 kilovatligi bor mana. Bu korpuslari bir xil. Bu 2 million 500 ming so'm joyimizda chiqayotgan narxlari. 4 kilovat original motori. Birkalarga yozib qo'yaveradi. Buni ham 6,5, 5 deb. Lekin bu 4 deb beradi. 4 kilovat 3000 оборот bo'ladi. Tushunarli. Akalar, past to'kka ishlaydi asosiy. Tiqilib qolish holatlari bo'lmaydi. Dastavkaga, masofaga qarab 1 so'm qo'shilib qoladi. Yo'lkira haqqa. Qo'shilib qoladi. To'g'rimi? Ha. Malaka esa o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Joyimizda chiqayotgan narxlari. Tushunarli. Akalar sexiga kelib, ishlatib ko'rib, olsalaringiz ham bo'laveradi. Dastavka qilib dersalaringiz, dastavkalar qilib beriladi. O'zbekiston bo'ylab qaytaga bo'lsa ham. Kelishasizlar. Katta farq qilmaydi. Yo'lkasi berib qo'yasiz bo'ldi. Endi bitta drabga o'zi bormaydi, to'planib boradi. O'shaning uchun arzon tushadi sizlarga dastavkasi. To'g'ri. Akalar, hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Telefon qilgan obunachilarim drabelka olaman deb telefon qiladi. Berasiz, xudo xolasa. Beraman, xudo xolasa. Akalar, xalqimiz podpishkada like bossin. Universal drabelkalar xudo xolasa bundan narxini tushirib beramiz. Gap yo'q, xudo xolasa. Yangilik yaratadi akamiz. Akalar, eng qizig'i boru, benzin ishlaydiganini ham yaratib qo'ydi. Benzinli ham bor. Benzinli motorimiz ham bor. Telefon qilishaversin, kelishamiz. Rasxoti ham ko'p bas. Aytib o'ting shu joyini ham. Rasxoti 1 litrga bormaydi. 1 soatiga. 1 soatiga. 1 litrga bormaydi. Akalar, rasxoti oz ekan. Bunaqasi u faqat zakazga. Zakazga. Benzinli. Aytyapman, eng arzoni 1,5 million so'm. Dan boshlanadi, eng qimmat ketaveradi. Lakni bosib, akalar, bizdan podдержка kutamiz, bo'ldi. do'st birodarlarga jo'natib qo'yasizlar. Aka, rahmat. Bunchalik qilib chiqarish o'zi oson emas, mehnat tagida. Xalqimiz mol boqib ko'p foyda qilsin. Xudo xolasalar ham izlanishdan charchamanglar. Rahmat aka. Yangi yana ixtirolar kutib qolamiz. Hammaga rahmat akalar. Omon bo'linglar.